Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Gaplarimni yaxshilab eshitinglar iltimos. Mana bugun Makka va Madinaga piyoda yo'lga chiqqanimga, o'z xohishim bilan, o'z jasoratim bilan, o'z yuragim bilan yo'lga chiqqanimga 90 kun bo'ldi. Hozir do'stlar juda ham noxush holat bo'ldi. Men juda ham qo'llarim qaltirab qo'rqib ketyapman. Chunki yomon insonlarning qo'liga tushib qolay dedim. Shuni yonidan chiqib oyog'imni ushlaganini bilaman. Dunyolar ko'zimga qorong'u bo'lib ketdi. Tilim orqaga ketib, bir o'lib tirilay dedim. Juda ham do'stlar. Orqamdagi so'mkam qolib ketdi, ular qolib ketdi. Ichida meni narsalarim, kiyimlarim, dorilarim, eng qizig'i vizalarim, dokumentlarim bor edi. Do'stlar, bu hayotda hech qachon bandani aytgani bo'lmas ekan. Juda o'zim ham sezyapman. Juda nazariga tushib ketdim odamlarni. Ko'z tegdimikan deymanda. Hozir men tepadagilarga aloqaga chiqdim. Ular aytishdi menga hozir sim kartalarimni, telefonlarimni o'chirishimni so'radi. Hozir do'stlar shu videodan keyin sim kartamni sindirib, video qo'ymay turaman, qayerdaligimni aniq qilmay turaman. Do'stlar, hozir u insonlardan qochib ancha uzoqqa keldim, lekin juda qo'rqyapman do'stlar. Hozir o'z yurtimdan ancha uzoqdaman. To'g'risi, so'mkam qolib ketdi. Eng qizig'i, videoga olib keladigan joyimda insonlar ko'rib qolib qochaman deganda men orqamdan quvladi. Videosi bor, videosini ko'rsataman agar xo'p desalaring. Nima bo'lishini to'g'risi bilmayapman o'zim ham. Juda qo'rqib ketyapman. To'ydim. Allohning uyini mana samolyotda borib ko'rgim kelyapti hozir. Hamma odamlar shuncha gapirdi, endi bundan bag'riga ham gapirib meni yerga kirgizib yuboradi agar hozir samolyotga chiqib ketaman desam. Do'stlar, hozir men joy topganimcha video qo'ymay turaman.